Xotin deb pul berganim esingdan chiqib qolmasin. Nima qilishim kerak? Yuzimga necha marta solmoqchisiz? Solaman. Kimligini unutib qo'yganing uchun solaman. Boshlab bergan bo'lsangiz, men davom ettirdim. Siz $100 bilan boshlagan bo'lsangiz, men shuni milliardga aylantirdim. Nima edi? Xo'sh, siz olib bermagan mashinani oldim. Siz qilib bermagan remontlarni qilib qo'ydim. Hammasini men qilganman. Mehnat qilma, remont qilgan. Men senga men bu uyda remont qilgin demaganman. Tushunyapsanmi? Siz demagansiz, lekin men qilgim kelgan. Chunki yaxshi sharoitda yashashni xohlaganman. Uyimda hamma sharoitim bo'lishini xohlaganman. Meni topayotgan narsam senga yetmaydi. Chunki men halol ishlab topolman. Halol topamiz. Bitta siz halol topasiz. Sen agar halol topgan endi, haliga turkiyalikni kim o'shani pulini bergan bo'lardi. Harom yemagan. Men halol topolman-ku, harakat qilyapman-ku, bir nimalik bo'lish. Hech kim pulini yeganim yo'q, oladi. Tushundingizmi? Men senga yana bir marta aytaman, xotin, men sendan kam pul topsam ham, lekin harakat qilyapman, boriga shukr qilyapman.